Iste'dodli shoira, jozibali nasriy asarlar muallifi Saida Zunnunova 1926-yili Andijon shahrida xizmatchi oilasida dunyoga keladi. Otadan erta yetim qolgan Saida 1941-1943-yillarda Andijon pedagogika institutida tahsil oladi. Andijon maktablarida muallima, gazeta tahririyatlarida adabiy xodim bo'lib ishlaydi. Saida Zunnunovaning birinchi she'ri 1945-yil Paxta fronti gazetasida bosilgan. U yozuvchi Said Ahmadning sevimli rafiqasi edi. Shoiraning yoshlik sururi, vatan shukuhi va mehnat nashidasini tarannum etuvchi Qizingiz yozdi, yangi she'rlar, Gullar vodiysi, Qizlar jonlar, Bir yil o'ylari she'riy to'plamlari kitobxonlar tomonidan katta quvonch bilan qabul qilindi. Uning Gulbahor hikoyalar to'plamida ishchilar hayoti, oila va muhabbat mavzulari aks etgan bo'lsa, Gulxan qissasining asosiy qahramonlari ayollar bo'lib, ularning 20-yillarda kurashi o'ziga xos badiiy bo'yoqlarda ifodalangan. Atiba yozgan Olov, Bo'ylaringdan o'rgilay, Direktor kabi asarlarining qahramonlari ham ayollardir. Saida Zunnunova ayni kamolot yoshida 1977-yili og'ir xastalikdan keyin Toshkent shahrida vafot etadi.